Salom do'stlar, YouTube'da ham, Instagramda ham hech davlat universitetlari haqida to'liq ma'lumotli video ko'rmaganimiz uchun davlat universitetlari haqida to'liq ma'lumotli videolar olishga harakat qilamiz. O'tgan safar Sakarya universiteti haqida olgandik. Bu safargi universitetimiz aynan ilm olmoqchi bo'lgan do'stlarimizga mos keladi. Ya'ni agarda siz shunchaki hujjat uchun yoki borib ishlash uchun universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, bu universitet sizga mos emas. Chunki bu universitet haqiqiy ilm beradigan, aynan ilm olmoqchi bo'lgan yoshlar uchun juda ham zo'r universitet hisoblanadi. Xo'sh, haqiqiy ilm olmoqchi bo'lgan do'stlar, sizlar uchun zo'r bitta universitet topdim. Bu universitet Karabuk universiteti. Karabuk universiteti 2007-yilda ochilgan bo'lsa ham, hozirgi kunda Turkiyaning eng yaxshi universitetlaridan bittasi hisoblanadi. Qisqa vaqt ichida juda yaxshi rivojlangan universitetlardan bittasi. Bu universitet haqidagi faktlarga keladigan bo'lsak, Karabuk universitetida 56 mingga yaqin talaba o'qiydi. Ya'ni buni aniq sonini aytib bo'lmaydi, chunki har yili o'qishni bitiradiganlar bor, har yili qabul qilinadiganlar bor. Taxminan 56 mingta deb taxmin qilinadi. Bundan tashqari universitet 2024-yilda eng ko'p tanlangan universitet bo'ldi. Ya'ni 96% talaba aynan Karabuk universitetini ham tanlashgan. Ya'ni bitta universitet tanlashmaydi, bir nechta universitetdan ichida, ya'ni Karabuk universiteti ham bor. Bu hujjat topshirganlarning 96% aynan Karabuk universitetiga ham kirishni xohlashgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha 2024-yilda eng yaxshisi yana Karabuk universiteti bo'lgan. Universitetda Erasmus programmi ham bor. Ayniqsa Karabuk universiteti Erasmus program bo'yicha eng faol universitetlardan bittasi hisoblanadi. Siz Erasmus orqali Yevropada qaysidir universitetda 1 yoki 2 semestr davomida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agarda siz Karabuk universitetiga kiradigan bo'lsangiz, bemalol eng yaxshi kutubxonalardan foydalanishingiz mumkin. Bularning ichida Kamil Gulich kutubxonasi ham bor. Ya'ni Turkiyaning eng yaxshi kutubxonalaridan biri. Bemalol borib, maza qilib kitob o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Karabuk universitetida 4 ta oliy maktab, 8 ta kasbiy maktab, 16 ta fakultet va 4 ta institut mavjud. Shu jumladan universitet dunyo miqyosidagi tadqiqotlar bilan shug'ullanadi. Ya'ni aynan tadqiqot taraflama Karabuk universiteti eng yaxshilardan, dunyo darajasidagi universitet hisoblanadi. Endi reytingga keladigan bo'lsak, reytingni 1200 talarga kiradi. 2007-yildan shu kungacha juda ham tez rivojlanib, juda ham tez ko'tarilgan universitet hisoblanadi va bunaqa yaxshi sifatli talabalar bilan, ya'ni yaxshi zo'r dunyo miqyosidagi tadqiqotlar bilan eng qisqa vaqt ichida bemalol 1000 talarga kirish mumkin bo'lgan universitet desa bo'ladi. Endi kontrakt narxlariga keladigan bo'lsak, bilasizlar, davlat universitetida avgust oylarida prezident qarori bilan aniq kontrakt narxlari chiqadi. Yoki siz hujjatlaringizni topshirganingizda qabul xatingizda kontrakt narxlari yozilgan bo'ladi yoki ODM sistemida siz ko'rishingiz mumkin universitetga kontrakt sifatida qancha pul to'lashingiz kerakligini. Karabuk universiteti taxminan qilib olganimizda $1,500 dan $3,500 kontrakt narxlari chiqadi. Ya'ni bu siz tanlagan fakultetlaringizga qarab, magistratura uchun bo'lsa $1000 dan $2,500 taxmin qilsa bo'ladi. Ya'ni shu atrofda chiqadi kontrakt narxlari. Shaharda yashash, turar joy bo'yicha taxminan $200-250 xarajat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu video haqiqiy ilm olmoqchi bo'lgan talabalar uchun olindi. Umid qilamanki, bu video sizlar uchun foydali bo'ldi. To'liqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol bizning o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda ma'lumotdan ko'pi yo'q va bu ma'lumotlar bepul.